Gepimni oldinglarmi ya? Zuvamı chiqmaydi ishqinglardan. Boydan beri so'zlayapsa. Hamma gapingni angladim. Lekin shu 50 ming koy chiqarsanglar, shirkatning meliga vakolatchi qilib qo'yma degan gapingni toz to'g'ri ko'rmadim-ku. Uy, gepimning qayarini to'g'ri ko'rmading? Pul topaman deydi ekansan, avval pul chiqarishing kerak-ku. Ay shirkatmicha bekat-bekamilni tutqizib qo'ymaydi sana. Bu deganing o to'g'ri. Lekin shu biz oddiy yashayotgan odamlar qarab turib 50 ming koy pulni boshqalarga tutqizib qo'ysak, Ruqiya acha, menchi bu bo'ldigan ishda qiladi. Qarang, Ra'no acham yurtni tashlab cho'ng shaharga ketib edi. Ishlar yaxshi bo'lib ketibdi mana. Siz bilan biz texiyat yo'ldoshimizning qo'li qarab o'tiribdik. Qilaylichi acha, meningcha jiq pul topqin ba. Heppenli mana. Yanlamcha mushu kichik singlimning kallasi bekrak ishlaydi ekan. Senchi Ruqiyacha, qachonli qarz qatmal idid yashavamay kallan silkivatdayma. To'rlat ko'rayotgansan, hozirchu ayollar o'z oldiga pul tepib, erlarga bo'zak olmay yashaydigan zaman keldi. Men muchu mustaqil yashagandim, tutamlab pul topdim mana. Chiqinglarchu, biringlar dehqon xotini, biringlar uy xotini. Unda yashaganning nima ahamiyati? Oy, bu gaping toza qamlashmadimi nima? Dehqon xotini uy xotini bo'lsak ne bo'pti? Dehqon xotini bo'lsaqmi, xeyli g'ururliq yashayapmiz. Bolalarimizni obdan tarbiyalayapmiz. Mushundaq deb o'zing aldab yuraverjimi amsa? Men qara, bizchi bir yurtlikanmiz demagan bo'lsam bag'u, haqasingdek tompayni pul tepishni yo'lga ekirman deb sarang olib qolmadim men. Sen pul bo'lsul bulamdir ana. Pulni topqansa, lekin yo'qitib qo'yganlaring ozma? Pul topaman deb ko'chaga chiqib elib, ya uying bilan, ya bolang bilan, ya ering bilan qarang bo'lmay, oxir ajrashib o'ltiribsa. Yana texash kichikkina bechora bolani yo'ldoshingga tashlab qo'yibsa. Oyey, ajrish degan qanchalik ishda hozir? Menchu erimning qirqatlarini juyma, bolam o'tamaq etma, oila ishlarini qilaman deb avvar bo'lib yurmayman. Hozirgidek aqlim bo'lgan bo'lsa-chu, to'y qilmay yuraydim men. Undaq dema Ra'no. Har qancha 9'ing tal bo'lsa-mu, oilang bo'lmasa, pul topqaningning nima qimmati bo'lsin? Vayjon, voy to'l beshimni og'ritmag'ina. Senchu pul chiqarishdan qo'rqsang bag'u, mush sahrada to'p tatlab o'tib ketjimi? Ara, senchu vakolatchi bo'lamsa qanday qilsa? Ruqiya acham bizdan cho'ng bo'lgandan keyin hozirgi turmushga qanoat qildiga o'xshaydi. Lekin men yo'ldoshimning toptanisidan jiq to'ydim. Bo'pti, men vakolatchi bo'lib boqaychi. Belli, yanılcı senin kallan bekrak işleyicimi olmak fıkam. Şunlaşçı ben sana ma Navqıran'ın töt hepti çaş yürüyüşkün ağaç geldim. Navqıran çaştaki mesele nal kıldı da bazırcı hemmeden Navqıran işletvatıdı. Bazılarda kırsıp onu çaşıyor, pakbaydı, potlamaydı fıkam. Ale, işlelte. Rahmat a. Eras ma toxtamı imza koyupçu, etlerliği min koy pul teyakılcı mı? Atla, mushundaq jiddiymi? Viya, bozar çaqqanның depti ki fıkam. Sen mısılda botlasançu, neningni başqalar tatip yep boldu fıkam. Lekin hozir enimda oram 5000 koy bor. Texi xiyolimda oltin jabduqlarimni satsam, yetmagan yerlarga urug' tiqqanlardan bir qarz olsam deb o'ylagandim. Menga yana bir necha kun vaqt bersangiz bo'ladimi? Akila hamsi 5000 koyni men senchu vakolatchilar to'piq ketib qo'yay. Hamsi mening imzo qo'yayotgan-a? Ma'qul, rahmat. To'xta Rayhon. Nim bo'ldi Ruqiya acha? Avval men bu qog'ozga nimalar yozildi? Tafsili bir ko'rib boqay. Voy sen qilmayman degankinchi buni ko'msang bo'ladi. Qilmasammi ko'rib boqaman. Shirkatimga vakolatchi bo'ldingiz. Malni dal vaqtida topshirib olasiz. Bu nima gap? Ismi nima? Qaysi shirkatga vakolatchi bo'ladi? Malni qanchalik vaqt sap beradi? Mal setishni o'rgatamdi. Hech nimani yozmabdi. Hatto shirkatning tomg'isini ham bosmabdi. Mushimi to'xtam bo'ldimi? Buchu vaqtli kelishim. Haqiqiy to'xtamni vaqo. Mal qo'liga tekkandan keyin anonikin tuzaymiz. Sen uy xotin nimani bilading? Men uy xotini bo'lsam-mu, maktabda o'qigan. Bu nima? To'xtam deganni bag'u, uyda emas, shirkat tutusi to'g'ri bo'la. Rayhon japa tatib topgan pulni sana tutqizib qo'ysa, atyoga seni izlab topamisa, u pulni kimdan izlaydi? Osh, sencha men qarab turib, do'stimni o'ngni qo'yamanmi? Vakolatchi bo'lish shuncha osonmi? Senza bizni shahar ko'migan, sahroliq to'mpay chaqlab, bizni aldab vakolatchi qilib olaydi otamsa? Ruqiya acha, siz bek ortiq o'ylab oldingizmi qandaq? Bizga yaqin do'stlardan tursak, har qancha bo'lsin bir-birimizga o'ri qo'llab yurmasmiz. Akilingga bo'l imzo qo'yib o'tay. Hay.
Şunu deyman ha, yaxşılıq qılman deb yaman bo'lib qag'il tas qoldim bu yerda. Sen o'tqi sakrayapsan Rayhon. Qandaqsiga? Mao saqtipas sening mushundaq sadirligingdan foydalanib, pulingni aldab ilib olmoqchi. Undaq emas-da. Uy, bu gapni to'la odamga tuhmat qilmoqchimisan? Men tuhmat qilibdimanmi? 2 soatning yaqida gap qilmasam, ikkimizning kallasini yub, ming bir jafoda topgan pulimizni ep ketaman deyapsan-ku. Boşdaki gaplaringni anglab, tas qapdiman men sen aldanib qaqli. Lekin mao eski varqingni ko'rib, sening qarnitingni bilib qoldim. Uy, mening qanday qarnitim borki, og'zingga beqib so'zlajimisan? Sen bag'u, hozir qiyinchilikda qolgan qiz ayollarga xato tashviqot qilib, ularning pulini aldab ilib oldigan bir nima ekansa. Sen O'ylab baqa. Ayollarning pul g'amlamiga osanmi? Bu bizga o'xshash yezi qishloqlardagi bechora ayollarning. Bizning menkoy pulni qanchalik ta'sir topadiganligimizni bilamsa? Bilsa, shuni bizni aldayotsa. Gapingni anglagan odam atil o'zini millioner bo'lib ketadigandak o'ylab ketadi. Lekin-chi, pul tepish u yoqda tursin. Xajlashga ko'zi qiymagan pulidan, bir haqiqatim taqashqimi ko'zi qiymagan oltin zibizinatlardan ayrilgan ayollar azmi? Har qancha qor niyat bo'lsangmi, qari qo'lingni bechora ayollarga uzatma, angladingmi? Bilib qo'y Rana. Senmi dehqonning qizi? Dehqonning nenini yeb, suyini ichib cho'ng bo'lgan. Bu noahli.